Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum dünyanın her qaysi joylaridagi aziz do'stlar, güzel qarindoshlar. Biz o'tgan qitimliq faoliyatimizda bizningki 100 kishilik namoyish faoliyatini biz qarindishimiz Abdusalom G'ani bilan billa va Ilshod qarindishimiz bilan barabar tashkillagan edik. Bu 100 kişilik namoyishga qanchalik odam qatnashadi, qatnasha olamdi, qatnashamamdi, bu ishlarni bilish uchun 15 kun, hatto keyingi vaqtlarda 3 kun qo'shib 20 kundek bir zaman berdik. Allohning rahmati bilan bugun uning natijasi, ya'ni bir qancha kun burun uning natijasini qarindoshlar chiqadi va butun qarindoshlarni bundan xabardor qilish va oldimizdagi ishlar to'g'riliq maslahat qilish uchun biz bugun bu e'lonni chiqarib sizlar bilan ham suhbat olib o'tiramiz. Doktorga bu qarindishimiz aynı vaqtdagi Gollandiya Yoshlar partiyasining sobiq raisi, hozir yani şu millet vatan davası uchun izchil kuch chiqarib mujodala qilayotgan qarindoshlarimizdan birisi. Gollandiyada birga yashaymiz. O'tgan qitim biroz qisqacha tanishlik bergan, bugun yana jiq tanishlik berishning hojati yo'q. Bu namoyish tashkillangandan keyin qandoq bo'ldi? Şekilde ilib turdi. Bu to'g'risida qarindoshlarga o'ziniki qisqacha o'zining tushunchisini berdi. Undan keyin bu namoyishninki tashkillovchilaridan biri bo'lgan do'stimiz Ilshodni so'ziga taklif qilaman. Ilshodning so'zini anglab bo'lgandan keyin bundan keyingi ishlar to'g'risida qilamdiq, qilmamdiq, bu namoyish qandoq bo'ldi, buni bu qarindoshlarimiz o'tirib qo'yib bo'lgandan keyin oldin bu programmamizni bugun qisqacha oyoqlashtiramiz. Hozir men so'zni do'stimiz Abdusalomga beraman. Abdusalom o'ziniki bu namoyishda qandoq bir holatli bo'ldi, masalan, namoyish qatnashadiganlar qandoq bo'ldi, qandoq aloqalashdi, qatnashadiganlar chiqdimi, chiqmadimi, son to'shdimi, to'shmadimi, bu to'g'risida fikran oldi qarindoshlarga buni xabarini bergan bo'lsin. Assalomu alaykum barliq qarindoshlar. Namoyishni biz 18-yilgacha namoyishga qatnashma deb o'zini bildirish bo'ladi deganimizdek o'tgan haftaning oxirida bu qanchalik odam o'zini men namoyish chiqaman deb tizimga oldi yoki bildirdi deb uni ko'zdan kechirdi. Shuning bilan Allohga shukr bu son 100dan ishib ketdi. Maşallah. 100 bo'lsa namoyishni qilamiz deganimiz bo'lganligi uchun biz bu namoyishni qilgan bo'ldik. Namoyishning ruxsat ilish uchun ruxsat iltimosini sundik Amsterdam hukumatga. Namoyish 12 oyning 10-kuni xalqaro kishilik huquq kuni bo'ldi ekan. Endi keyin yakshanbaga to'g'ri keldi. Biz yakshanba qilamiz degan buni. Amsterdam dam maydonida qilamiz deb ashunda iltimos sundik. Endi u boshqa nima chiqmasilar hukumat tarafdan ya o'rin munda bo'lib qoldi ya boshqa bir sabab bo'lmasilar 12-oyning uni qilamiz. Uning e'lonini yana bir qaytam ya shunda nim bilan sizning jaldi ko'rinish bilan va yoki 12-oyning uni aniq bo'ldi deb bir e'lonni beramiz. Facebook orqali ham boshqa barliq turladi. Ballar nəhayət aktiv bilan chiqadigan ballar o'zini bildirdi. Men shaxsan endi rost gapni desam, bu namoyishni boshlashdan burun bu 100 odam chiqmaydi degan uchun o'zim shaxsan. Menga nurg'un qarindoshlarimiz bu chiqib bo'ladi degan. Ammo men shaxsan o'zim bu ish bo'lmasmiki degan. Chunki men endi Gollandiyada bo'lgan namoyishlarning asosan hammasidek bo'lib keldim shu vaqtda. Endi yilda bir ish namoyish bo'lsa, birasiga kelmay qolmasam, qolgani kelib, aral 90% bir namoyish chiqdi deb o'ylayman, bo'lingan namoyishlarni. Ash namoyishlarda bu 100 odamni unda namoyish qilib, 100 odam bizning Uyg'urlardan chiqdi deb unda chiqib boqmagan. Unda olgandan keyin buni men o'ylaydim, bu odamlar bunda bo'lmaydi deb. Asli shu bo'ladi ekan, bu xalqimiz mu ham yani pichoq so'ngakka yetdi degandan keyin shu endi xalqimizning ma'lum bir qismiga hammasiga yetmasmi, ma'lum bir qismiga yetgan gap.
Xitoyning askirligini bildiren. Ha. Endi hem çağırıqni bunda iniqroq 100 odam to'ssa qilmaymiz deb her bir shaxsga o'ziga nimani gunoh bizning katta endi sizlar o'zinglar qaror bersangiz bu namoyish bo'ladi degandek bir tariqada qilg'ashqa bu bildirdiganlar iniq qilib men boraman deb mas'uliyatchilar bilan buni bildirdi. Nihoyatda yaxshi bo'ldi. Hoş oldu. Yani bu şu namoyish tizimladiganlar qaysi shaklda aloqalashsizlar? Masalan, men aldirash bu asos namoyishninki adam tizimlaydigan ishlarni shu Abdusalom sizlar bilan Ilshod qarindishimiz asosan va uning bir qancha qarindishimiz buni mas'ullik qildi. Doğru. Qaysi shaklda aloqa qilishdi? Qarindishimiz Ilshod nima qilgan Facebookda bir Facebookda bir faaliyet o'rlashtiradigan bir nimasi borki, uning iqtidori faaliyetini men falanchi kungi faaliyet qilaman desa, shu faaliyetga hammadan men boraman, bormayman, men qiziqaman deb shu xil tanlay oladi ekan. Shu tanlash orqali ma'lum sonni chiqadi. Ondan keyin WhatsApp guruhlari orqali bizni burundan taniydiganlar bor, tanimaydiganlar endi orqali, boshqalar orqali. Falanchi barodo iniq deganlarga ishinib turib biz barodo bular deb sonni qildik. Hamma odamning ismini, ilishni bizmi unda tanab qilmagan buningda cho'qim ism familiyasi adresi yana birimiz bo'lishi kerak deb demagandan keyin ishonch orqali men bir odamga ishonsam u yana birisiga ishonsa shu barodo deb shunda orqali bu sonlarni biz endi bu sonlar cho'qim ishonchli deb qaraymiz. Ham 100 bo'lsa şuna xudo buyursa şu 12. ayının 10. günü 100 kişi namoyishni g'albilik qilamiz. Şu 100 kişiden 40 kişi bilan. İnşallah. Ola da Allah razı olsun. Yani gap söz olub qalsa axırda deyishsek bo'ldi. Dostumuz Ilshod Ikramda ko'ryapsizlar. Ilshod qarindishimizmi hozirgi Gollandiyadagi yoshlarning ishida Sharq Turkiston vatan millat da'vosi uchun aktiv xizmat qilayotgan qarindoshlardan birisi. Ular bu qitimliq 100 kişilik namoyishda asosiy tashabbuschilardan birisi va tashkillovchilardan birisi. Ve şu 100 kişini yig'ish jarayonida xizmat qildi. Şuna hozir shu namoyishni qaysi shaklda bo'lmoqchi va yoki bu qanday bir qiyinchiliklar bo'ldi degandek masalalarda biz Ilshodninki ovozini so'zini anglab boqaylik. Assalomu alaykum. Ovozim aniq chiqyapti-da? Ovozingiz yaxshi, Alloh razı olsun. Assalomu alaykum. To'rdagi barliq naq maydonni ko'rayotgan qarindoshlar. Ilshod Islomdan hammalarga utuq salom. Men namoyishga kelsak, men oldida so'zlaydigan azroq bir narsam bor. Oldi bilan shunday yaxshi bo'ldi. Biz o'ylagandek 100 odamdan ortiq bo'ldi. Ham buni 100 odamni cho'ng-cho'ng hisoblagan odam. Chunki maqsadimiz uxlab yomon bo'lsa buni cho'nqur o'ylashmagan bolalarni o'ygansin deb degan maqsad qilgan. O'ylagandek nurg'un masalan balki Facebookda ko'rayotgan qarindoshlar bo'lsa, balki aral 30 odam ekan qo'yamiz, 10 necha odam ekan bu qanday yuz berib qoldi deb deyishi mumkin, savollar bo'lishi mumkin. Hammamiz bilamiz hozir Uyg'urlarning ahvolini sezgir vaqti. Ansiraydigan narsalarimiz yamanchiq. Shunda bo'lsa Facebookdan o'zini xutarisi kelmaydigan qarindoshlar bo'lsa, telefon orqali ayrim biz 5 odamningki telefon nomerini chiqarib qo'ydik. Chunki o'zi ko'ngli tortadigan odam, ishindigan odamga telefon qilsin deb. Shuning ashtar shaklda qilg'ashqa nurg'un odam ayrim bizga xat yozib, meni chiqarib qo'y, meni tizimga qilib qo'y degan fikrlar ega bo'ldik. 100 dan ortiq bo'lib ketdi. Buni aytib qo'shildim. Albatta bu qo'shilib buning bilan tugab qolamdi yo'q. Amaliyotda bu yana az. Demakchi bo'lgani bu haqiqatan yana az. Uyg'urlarning ahvoli manda nachar ahvol bo'lganidan keyin amaliyotda bu 100 mi az. Teximcha chiqishimiz kerak. Bu Xudoyimiz bu bir boshlash bo'lib qilishini Allohdan tilayman. Chunki bizning vaziyatimiz bag'ansi nacharlashayotgandan keyin bu yaxshib ketgan nimasi yo'q. Xudoyimiz shu Gollandiyani tortib, mushuna shaklniki faoliyatlar Germaniyada, Norvegiyada, Shvetsiyada, Amerikada, Kanadada hamma yerda bo'lishini xohlayman, Avstraliyada degandek. İnşallah bu bir başlışı. Bunun keyinki namoyishimiz 100 odam emas, 500 odam, 1000 odam, 10 ming odam bo'lib ketsin. Alloh xohlasa shuni tilayman. Yana birisiga bu namoyishni bir
xalqdan chiqqan bir namoyish. Biz faqatlam o'tirda aktiv rol o'ynayotgan necha bolalarning biri hisoblaymiz. Shu bolalarga yana bir qitim Alloh rozi bo'lsin. Bu namoyishni har qitim o'ylagan bolalar nurg'un fikrlarni berdi, shu namoyish planlanganining jarayonida yaxshi fikrlarni berdi. O'xshamaydigan qilli, mandaq qilli, yangi yaxshilik qildi deb. Biz shu bolalarning inkos asosan tashviqot shaklida chiqroq ko'ngil berdik. O'xshamaydigan tilda, o'xshamaydigan odamlarni tushuntirib beradigan fursatni yaratamiz inshaalloh. Shu Amsterdam dam maydonda. Yani qisqasi, yani burunki namoyishga yani o'xshamaydigan shaklda, texmo yaxshi natija ola oladigan bir shaklda namoyishni qilmoqchi. Allah razı olsun. Bu mening bilishimcha men Gollandiyaga kelgili hozir 10 yilga yaqin bo'lib qoldi. Bir qitim bir namoyish qildik bu Urumchi 7-oyning 5-i nimisida bir qitim namoyish qildik. Bu namoyish Danqoqda Xitoy konsuli oldida bo'ldi. Bu namoyishga 200 dan ortiq odam qatnashib ekan, shunda jiq bir cho'ng ko'lamlik bo'lgan. Ammo uning bu 10 yil jarayonida men undaq bir namoyishni ko'rib boqmadim. Uyg'urlar asosan namoyish qilsak shu 20-30, 15-20, ba'zi 8-10 degandek odamlar 2000 odamning orasidan shular chiqib kelayotgan edi. Bu qitim inshaalloh yana shu 7-oyning 5-i Danqoq namoyish qilgandek bir holat shakllanadi deb o'ylayman. Ammo turklar qilgan namoyishda 3000 namoyishchilar chiqqan. Masalan, shu 1-2 yildan oldingi Rotterdamdagi namoyishlarda turklar umumyuzlik qo'zg'alib, Sharq Turkiston uchun deb namoyish qilgan. O vaqtida odam nihoyat ko'p bo'lgandi. Ammo bizning Uyg'ur namoyishida men shaxsan 10 yillik tariximda undaq bir qitimdan boshqa vaqtlarda undaq nima ko'rib boqmadim. Asosan bundaq bo'lashda bu qitim 100 kishilik 100 odamninki, hatto undan ko'p odamninki bu namoyish qatnashimiz deyishida Xitoyning yaqindan beri bizni ota-onalarimiz bilan ko'rishtirmaslik va yoki bizga jiddiy bir zulm qilganlikninki aks ta'siri yoki shuningki nimasi deb qarashga bo'ladimi sizga? Bunun bir foydasi bo'ldimi? Xitoyning zulmi bilan bu san paydo bo'lib qoldimi yoki biz o'z ishimizdan, ya'ni shu vijdon g'ururimiz bilan bo'lib bu qitim 100 kishi namoyish qilishgan bo'ldi? Tabii, menimcha tabiiy holda Xitoyning bismining ishi bizning xalqimizninki Xitoyga qarshi turishini menimcha mutanasib holda qo'zg'aydi deb qarayman men. Umuba shunda bir fursatda bizning buni 100 kishilik deb bir ism qo'yib 100 odamga to'shimiz qilmaymiz deganimizning ta'siri bo'lgan. Andan keyin shu qanchalik buningga ko'ngil qo'yib, tashviq qilib, qanchalik ko'ngil qo'yib odamlarga yetkazib, chiqayli, chiqmasak bu kim bu davoni biz tursa, turklar chiqdi deb ayrim ish endi. Ammo biz Uyg'urlar chiqishimiz kerak. Hozir bu qandoshimiz yozibdi. Uyg'urlar jiq bu yerda, jiq turib 100 odam nima ish qiladi deb. Shu nima ish qiladi degan yeri hammamiz so'raydigan savol endi. Nima ish qiladi deydigan yerimiz. Ona bakarak shu biz endi xalq nima ish chiqmaydi. Bu xalq nima? Bu xalqni chiqaramayotgan nimalar bor? Biz qaysilarini chiqadigan qila olamiz. Qaysi o'tganlarni, qaysi xalq o'tanmayotgan, ko'nanmayotgan yoki to'saqlava. Ashlarning qaysilarini qanday qilib buzib qila olamiz? Shu maqsadda shuni o'ylash, shu to'g'risida endi bir azroq bo'lsin analiz, tadqiq qilish nima maqsadimizning bor endi. Agar 100 odam chiqmagan bo'lsa, u tarafga kerakning qo'ltiq. Yo, 2000 odam bor deymiz. Keşke 20 adam çıkıdı ekanmiz 20 deb tursak. Bu 20 adam nima ish qilib 100 adam nima ish kelmaydi bu 20 adam? 100 adam. Deydigan bir savolim bo'lishi kerakki o'zimizga endi. Tamam, xalqqa qo'yimiz nima ish chiqmaysa, nima ish chiqmaysa deb. Ular zaten javob bermaydi bizga yine. Lekin biz o'zimizdan so'rasak, biz nima deb. Umi bati Elshad Bayam deb o'tib ketgandek 100 odam haqiqatan oz asli. O'tganmi deyishda tamponliq bo'lish kerak endi bizningki qiladigan odamlar bilan qilmaydigan odamning soni ko'rimi jihatda. Ammo siz degan Xitoyning zulmining ishining tabiiy
Masalan, Xitoy yaxshi bo'lib ketsa, nurg'a odam chiqishi mumkin. Bu Xitoy yaxshi bo'lib ketdi, bo'ldi qilmaydi deydigan aldirab. Yo'q, biz bunda da'vat etdik. Xitoy andi qilyotdi, mana qilyotdi. Xitoy qurollarni ko'ydamaydigan bo'ldi, mana unda bo'lganiki azlamdiq deydigan biz. Xitoy yaxshi bo'lib ketdi deb namoyish chiqdi. Ya, u nima bo'lmaydi. Bizning Xitoyning hammasi Xitoy tarafdan bo'ladigan o'yinlar u. Yaxshi bo'lish, yomon bo'lish. Bizning da'voning oxirini unutmasligimiz kerak. Qandaydir namoyish qiladigan bilan asosiy namoyish bo'lib qoladigan bir da'vo emas. Uni deb qo'yish kerak. Shunga o'ngtanasib deganimda Xitoyninki zulmininki hozirgi ishi bilan namoyish qilgan odamni jiqaydimi deganda u munosib bo'tadi. Ya'ni Xitoyninki zulm qilishi bizningki namoyishchilarimizning sonini tag'in oshirpadi deb o'ylasak bo'ladi. Ya'ni mencha mening shaxsiy fikrimdir. Chunki bir millat degan shu zulm qilsa, uning qarshi chiqadi ekan. Zulm qilmasa, yana zulmni unutib qoladi ekan. U bor, ammo Xitoy qandaydir endi bekerek o'ylanmay yoki endi bu nimani bildirsa Xitoyning zulmi qandaydir bek undoq nimadan bundoq kelib o'tib zulm biroq ishib ketgan ish yo'q. Xitoy zulmining eng cho'ngini burundan silyapti bizga. Men chunki 2014larda chiqqan bizning shu da'vo oldisi bir ketib qolgan Amerikadagi, Turkiyadagi ba'zi odamlar masalan nimalarni anglab qoldim. Boshqa videolarni ko'rgach, boshqa temalarni anglab qoldim yaqinda. Anglab hozir qilayotgan gaplarni o'shqiraq gaplarni qilishga ashtagan odamlar. Nima deb turishdi? Xitoyning zulmi hozir cheki yetdi deb gap qildi. Oshchog'ni yetib bo'lgancha hozircha desa eng kichik qismlari kirdida, keyin mandami deyish mumkin Xitoy. Bu polo yema deyish mumkin. Polo yemaysa oq guruch yeysa deyish mumkin. O chog'da nima deydi o xalqimiz, mushta bo'lsak biz aşağıda kelib, voy cheki endi yetdi. Endi qaytamiz bu gapni. Yilda cheki yetdi deymiz. Cheki tugmaydigan cheki bor dek uni. Ya bu Xitoy kirgan, bizning vatanimizga kirganlar cheki yetgan bu. Endi To'g'ri. Biz shu Allah razı olsun. Yani Benim bir şu jihatda bir to'liqlab qo'ydigan bir ketib qo'ymoqchi edim bir narsa. Burun abim deb o'tdinglar, burun 20-30 chiqqan odam chiqqandi. Hozir manda odam chiqqandan keyin farqi nima deb. Albatta birinchi bo'lib zulm hadidan ziyod ishib ketdi. Hammamizga har bir oiladan birdan ikkidan ham tunush-punishlardan zulm ko'ryapmiz. Tutib kiryotdi, kirib chiqyotdi degandek. Yana birisiga buruniki bilan o'xshamaydigan yeri bo'qdim masalan o'tgan hafta siz bilanmi o'zini qaram siz bilan shu jonli yayın qilib shu chiqarganimizmi bu alaydi bu yaxshi bir foiz bo'ldi. Ham gap qilgan narsalarim nurg'un bolalarga ta'sir qildi. Balkim bu ekranda chiqayotgan ikkimiz bo'lgan bilan aqibimizda shu planlarni qilayotgan ko'ng bilgan bolalardan nurg'un bolalar bor. Anaki yana birisiga bizmi endi oldida ma'notimiz shu ishni ma'nop qayda deb degan bolalarmi yaxshi rol o'ynadik deb o'ylayman. Buni ko'z yumsaq bo'lmaydi. Chunki haqiqatan burunidek e'lonlar chiqarib qo'yib o'tamidik. Jonli yayın qilib bo'lgandan keyin guruh taqatdik. WhatsApp orqali masalan har boshqa media orqali WhatsAppda guruh bolalarga şey to'xtamay qolishga kirgizyapmiz amal bor. Bende nurg'unlarim shu videoni ko'riblam o'tgan haftaniki jonli naq maydon ko'riblam qalbisi ichilib ketdi. Yan nurg'unlarim shu gapimiz guruh gapimizni anglab chiqmasak bo'lmaydi bolalar. Masalan o'zim misol qildim arqdim, men sizlar bilan o'xshash. Mushu misolga olsak, mushu hozir Abslam ikkimiz mushu naq maydon ekran chiqib sizlarga namoyish qilaylik degan mush jazorat nereden keldi, nima ish buni qila olamiz? Biz vatanimizni tuqqanimiz yo'qmidi ya? Bizning bu bor. Bizim sizlarga o'xshash vatanni suydigan, ash to'proqni suydigan bolalar bo'lg'ashqa, hatto sizlardan bakrak suydigan bo'lg'ashqa, biz mani qo'rqmay oldiga chiqib, qo'rqmaymiz naq maydonda butun dunyoga ko'rsatib, mush namoyish qildik, Xitoylar qarshi zulm to'xtasin degan narsani qildik. Sizlarning qila oladigan ishinglar bor. Sizlarni naq maydon chiqsin demaymiz. Qurolni ko'tarib oldiga chiqsin demaymiz. Faqatla mush sonni to'liqlaydiganga biz hozircha qila oladigan birdan bir mush namoyish bo'lgan ekan, mushuni qilayli deb nurg'un gaplarni qildik. Guruhlar nurg'un bolalar haqiqatan ko'ngli yerim bo'lib chiqimsaq bo'lmaydigan holat kelib, ayrim gap qilib ko'nglinikini to'kib shunday yaxshi qildinglar. Biz Xudoyimiz oxirgacha bor.
ba'zan qarindoshlar bu namoyishchilik bir qitim emas, bo'lsa 3-4 qitim qilli aka deb ketgan bolalarım bor. Aşağı mühim rol ko'rsatdi. Demakchi o'g'limiz jonli yayın bo'ldi. Sizga Alloh rozi bo'lsin. Mush orqali butun dunyodagi Uyg'urlarga anglatdik. Yana birisiga mush guruh danaq Gollandiyadagi bütün qarindoshlarga chiqma deydigan qarindoshlar rahmat. Yana nurg'un qarindoshlar bor. O'zini ism bermagan bilan naqvaqti chiqadiganlar. Ularni to'g'ri tushunamiz. Yani biz bu namoyishniki yana bir alayligi maqsadimiz bu namoyish hamda Xitoylar hozirgi vaziyat Xitoylar chet elda turayotgan Uyg'ur qarindoshlarga normal turmushga ta'sir etayotgan ekan, ba'zilar ta'kidlab qo'yotgan ekan, ashna shakl qilgan bir namoyish bo'lgan ekan, bu da namoyish niqob taqab chiqamdi, qanday qilib chiqamdi, uningga hargiz to'sqinlik qilmaymiz. Hem bir yaxshi bo'ladi. Chunki maqsad mu chet elda Uyg'ur bir erkin davlat yashayotgan bir Uyg'urmi, shu jiraqiya turayotgan Xitoylar bo'zaq qilyotidi. Mushedim erkin yashamaymiz deydigan bir narsa ko'rsatdi. Shuningga niqobni taqab chiqadigan bolalar bo'lsa, tiqim qarshilaymiz. Chunki maqsadimiz shu. Shu narsani anlatmoqchi bütün inson o'sha namoyishni naq paydan ko'rdigan odamlarga. Shuningga namoyish ensirab qolib qolsa, niqob taqab chiqsin bo'ladi yani. Buningda bir masala. Niqob taqsim shu, hatto shu niqob oladigan adreslardan tortib shu inchikishlarni o'ylab, adreslarni, torbatlarni hammasi yo'llab, guruhlarga yo'llab berdik. Qarindoshlar manda chiqmoqchi bo'lsanglar, oldigan narsa manda yerda, manda qilsanglar biz qarshilaymiz. Hargiz birisi sen taqa chiqibsa, sen qo'qapsa deydigan narsa qilmaymiz ham, mumkin emas qilmaymiz. Chunki unda taqib chiqish birisi bir jihatda shu namoyishiga yangi bir shakl ketilgan bir şekil oldu. Yan birisiga shu namoyishda qolgan odamda hammasi ko'rsam niqob taqab chiqibdi namoyishga deb savol bo'lishi mumkin. Shularga obdan javob berganga yaxshi fursat bo'ladi. O'tgan qitimda bu Yaponiyada bir namoyish olib, shuningga taxminan 15 odam qatnashibdi. 15 odamninki 10 dan jiqroq niqob taqab chiqibdi ekan, men shuna qo'shib olgandim. Ya'ni bu qo'limizdan kelgan imkoniyat şu bo'lgandiki shuni qilsak bo'ladi, yani bu yerda cho'qim o'zimizning yuzini ko'rsatish ojiziz. Unda programmaning keyingi oxiriga keldik. Abay sizningki bir gapingiz menga biroz ta'sir qildi. Yani butun dunyoda qarindoshlarni bunga chaqirma dedingiz. To'g'ri. Masalan sizcha yoki Abdusalomninki fikri bo'yicha boshqa Shvetsiya deymiz, Norvegiya deymiz, Kanada, Amerika, atrofimiz Germaniya, Belgiya degandek davlatlarda mana mushtaq 100 kishilik, 50 kishilik, 200 kishilik degandek namoyishlar bo'lash ehtimoli bormi? Ya buni siz tashabbus qilamsiz? Bu to'g'risida yana bir kichikgina qo'shib so'zingizni anglab boqaman. Albatta xohlayman. Butun dunyo shu namoyishida nurg'un rol o'ynaydi bo'ladi. Gollandiyaning shu kelayotgan inkos, bu namoyish buniki to'xtab qolmasin deydigan inkoslar chiqildi. Buningda rozi qo'shildim. Albatta bu namoyish orqali yani qolgan chiqmagan, ikkilinib qolgan qarindoshlarning bir o'yg'itish, bir o'yg'itadiganға birini bo'lib qilishi, sabab bo'lib qilishini umid qilaman. Albatta qolgan qarindoshlar atrofdagi davlat Yevropa kichikdan biriga. Qolgan davlat qarindoshlar mush shaklda o'ziniki davlat turishlik Uyg'urlarniki soni qaratdan shu soni chiqirib, mancha kichik namoyish deb qilgan bo'lsa, to'xtamay shaklda, ammo bu bir xitimlam emas. Davomli mushtaq qilib, mening umidim eng oxirida bütün Yevropaniki hatta boshqa davlatdan kelgan, boshqa Amerika, Kanadadan kelgan qarindoshlar bo'lsa, shu BDTni Yevropa Bruselning oldida mingdan Uyg'urlar yig'ilib, namoyishni ashada qilib, ashada ochliq tilab, qachon bizning ishimizni bir ko'ngil bo'lib, Xitoylar qo'rqmay degan shaklda lekin to'xtatsak yaxshi bo'ladi. Bu degan gapim shu qarindoshlarimizdan kelgan bir inkos. Albatta qolgan davlatlardagi qarindoshlarmi mush shaklda bir namoyish qilishni chin ko'nglimdan umid qilaman. Alloh razı olsun. Bu to'g'risida menga İlcat deganga o'xshash, boshqa gapmi yo'q. Biz bu nima orqali butun dunyoga gap qilgan bo'ldik. Hammadan ko'rdi. Nihoyat yaxshi nimalarni oldik. Boshqa qarindoshlardan, boshqa davlatlardagi inkoslarni hammasiga tavsiya qilamiz. 100 kishilik degan ismni ishlatsin bo'ladi, 150 desin bo'ladi. ba'zilar az 50 kishi ish ketsa bo'ladi masalan bizda. Ondan ajnabiy musobaqa qilsakmi bo'ladi masalan. Musobaqa qilib bir qancha davlat 100 monchaga yetkazamiz deb. Chunki rag'batlantirib
Veya bunun başka bir oylanıp başka bir nimelerde yalnız namayişlemez. Namayişte olsun başka bir şekillerini oylatsa, köngül koysa, köngül koyuş diye köngül koyup anlaşılmaz. Köngül koyup dilini berip. Ya muşu Uygurlar nimiş kılmaydı. Çünkü aşı bekerek moyen. Bu 100 kişilik namayişten 100 adamın açıkışmıdan göre nimişke biz bu aşında kılanmay geldi o. Neremiz var? Hem kılavat kaldığını hem kemmevat kaldığını. Değerli neyim? Kılavat kaldığının bir değeri var ki bu adamın yine 100 adam yıkılmaktı. Kemmevat kaldığının değeri var ki fakat 10 yılın ya bunun kemmeyi var. Yani aşı ne bir izleş ve aşı baskıştın ütüşümüz gerekiyor. Ütüp bulup hem de bizden çakırkımız bizim o yaş devrimiz üzümüz ne? Yaşım bir yer veriyordu da. Ama bizde mi yaşlar var? Bizde mi nimesi royu urgup durulgan, bizde mi öte bekerek cesaretlik yeni birisiga icatçılığı var. Mesela bu 100 kişilik diyen azıcık icadi bir nesende. Yılının yağı namayış dedik de 100 kişi isim koyup koyduk. Şuna okşayıp bir icadi neslerini kırıp baksa bu neslerki azıcık icadi sennet diginimde nakşı söylemez. Yani bunun mu bir seneti var ne istiyor bu? Kanda kılıp bu ben namayışınır bir senet kaylandı var demek demez ya. Başka yere ketmesin gap mesela bu. Yani bunun gibi ışık veriş gerek insan. Jürgüden çıkarıyor. Bunun her xil yolları var. Namayış demez. Her xil başka işlemi var. Aşınca köngülünü koyup namayış ki bekerek bu mavi. Namayış emez diğinin nimini bildirmediyse ama namayış kilenmeydiğen özgürlük kıyındaşlığımız var mı? Ama vatan milleti söymeydi deysek hakaret kılan olmaz. Uygur'un hemmisi Xitayga udul, bivasite, bülüp durup işlemesiyle hemmi söydü. Fakat biz Uygurlar aşında bir şarayeti tuğulup çoğulup, muşunda bir devletsiz halette çoğulganlığımız üçün kolektif alda milletinin, halkının, köp Uygurluğunun menfaatini kıldığı işlerde iktidarsız. Pul disi çıkanmayımız, pul disi beğenmeyimiz. Kanda çıkıştırmanı kullanmayımız. Bu işlerin hemmizlikte başlangıç seviyesinde teşkil çaldı. Bunda olan iken bu hemmimiz geçişti. Kilemavat kalınımı değdi var. Ama kilemavat kalınımı kalalargan işler. Şu ne demek? Şu yerde icatçılık öyle. Doktor ne ben mani kılanma istedim. Ben ya tosukken. Ben ma vatenge barımı deyken ya iş vereme ha. Ya ata bizim deyken. Bir kere aslında acıdığım bir icadi bir nerse olacak. Aslında oyluş gerek. Kalı katırış gerek. Bekerek nima universal bir gap kıldım. Bütün dünyadaki kıyındaşlığa yaş bugullağa hem eylenge hem körüp atqanlardan Allah razı olsun bizni nim qilib yaxshi deb qo'lni ishoratni avatganlardan Allah razı olsun. Sildingmi bu ishildan. Anda men namoyish to'g'ri qilasiz kallamga kelgan deydi. Bu namoyishni Ilshod bayon deb o'tib ketdi. Xalqning bu nimasidan chiqqan bir isyonidan, ya'ni bir sizga taklif fikrlardan, talablardan bo'lgandi bu. Mushunda namoyish qilaylik deyotdi. Bir qilmaylimi deb bunda bo'lsa, mushunda bir pasunda qilaylik deb qildik. Bunun bütün her xil bizning bu Gollandiyadagi Sharq Turkiston yer bo'lsin, ma'rif markazi bo'lsin, hammasi qo'llab-quvvatlayotdi. Ularni buni o'rlashtirishdi. Birga biz bilan ruxsatlarni ilishda, anondikin her xil moddiy ma'naviy jihatdan nurg'un narsalar ketadi bu ishga. Shuning hammasiga hamkorlashib qilyotdi. Bütün Gollandiyadagi Uyg'urlarning bo'lib bu davoni ochiqroq qila oladigan Uyg'urlarning bir septe bu ishni qalbida qilib ketishiga hammamiz umidvormiz. Allah razı olsun ben en ahırda bir kısa bir narsani deb o'tay dedim. Shuni bilan gapim tugisi. Bütün dunyodagi yoshlarni bekrak chaqiraman. O'yg'onayli, yana bir qitim biz qilamiz deydi ekanmiz. Niyetimiz borki qila olar ekanmiz. Biz o'zimiz ko'rdik. Biz bu siyosatchi emas. Men o o'zimni kasb futbol, Absalomning kasbi kompyuter. Biz qilamiz deb niyet kelgachga qila olar ekanmiz. Qildik va qilamiz bundan keyin. Shuning qolgan davlatniki qarindoshlar bo'lsa, mushta yoshlar bir kelib bulamdi, cho'nglar bilan birlashib bulamdi. Qanday bo'lsa, o'rninglarni qo'pib, qo'rqmay, oldida minib qilishinglarni umid qilaman.
Ben özüm Xitayca'da okugan, Xitaylarning qancha qo'rqinchliligini bilaman. Bütün mektepte, Xitaycha mektepte neçe min Xitaylar var. Biz Uyghur balalarını 5-6 tok, 5-6 balalar Uyghur balalar teneffüs yığılsak, bütün mektepni qo'rqtalaydi. Qo'rqaydi bizning Uyghur deb. Xitoy degan aşna bir millat. Hozirgi ahvol biz qo'pmag'ashqa, bütün Uyg'urlar qo'rqib, manda qilamki, anda qilamki deb qo'rqashqa, Xitoylar mushkunga kelib bizni zulmga chektiradi. Shuningga biz qo'rqmay, hammamiz bir bo'ldi, hammamiz chiqayli. Xitoylar qo'rqaydi. Aşı zulm ko'rayotgan Uyg'urlarni Xudoyim ursa, Alloh qalsa cho'qim qutulaymiz. Hem bu zimini kayıt alalaymiz. Rahmet. İnşallah. Allah razı olsun dostumuz İlşat'tan ve dostum Abdüsalam'dan Allah razı olsun. Bugün İlşat mı saat 5-6'lara geç işildi. Yani İstanbul'dan vakti 7'lere geçe. 6'lara geçe. Abdüsalam mı şu hazır işten gelip üyegin bağmasından udulmuş şu stüdyoya gelip hazır mı şu gözlerimiz kızargan şekilde söz kılıvatımız karındaşlarga Mehmet Ağa üyük kirgili stüdyoya gelip 1 saatlik oldu. Yani emmeylen aldıraş ama bu davanı kılmasak olmaydı. Turmuşunu takı bakmasak olmaydı. Ballarımızın takı bakmasak olmaydı. Ama bu dava bizge ferzi ayin. Ben bunu Yusuf Qardavi'nin aldıdı mı deyme ve onundan başka dünyadaki çoğun alımının aldıdı mı deyme, Uygur alımının aldıdı mı deyme. Bu dava ferz ayyin bo'lgan dava, ticaret kılıp mu bu davanı kılışımız, balımızın bekletip mu bu davanı kılışımız, hizmetimizin işlerip mu bu davanı kılışımız, ottağın tuğa yerimizde her zaman bu dava bizimki dünyadaki Allah bizge belgilep bergen büyük bir vazife. Allah bizge nisip kılırken biz kılıvatımız, Allah bizge nisip kılmagan bolsa hazır bir narsa yadımga keldi. Bu Tayland'daki turumdaki balalar kaçıptı. Belki şu Tayland turumuzda bolutuk. Allah bizge nisip kılmagan bolsa. Ya turumda bolutuk ya Şarkı Türkistan'ınki Xitaylar kurvagan turumlarda bolutuk. Demek ki Allah bizge nisip kılıp bizni erkin dünyaga muşundaq ekkagan şaraitda bizninki bu davani kılmasligimiz Allah'a hem de qo'pol söz işletmeyle Allah'a bir şükürsüzlük olub qaladı qarindaşlar. Onun için birem şu Tayland'daki bu da turmadan kaçkan ballarının amallık için Allah kalsı dua kılımız veya onundan başka yani 50 nefer qarindişimiz turmada Tayland'da toplam 72 yakın qarindişimiz turmada. Şular turma deydi. Ola oylaydı ki ben turmadan çıksa qanchalar qilamizmiş davan deydi ama biz turmanın sırtıda. Nurg'un millet turmanın sırtıda. Şunun için turmanın sırtıdaki qarindaşlar çokum bununki nemisini bilsek de oylayma, qaydini bilsek bu hayatımızınki. Ahırda bu iki qarindişimizga rahmet yetiş bilen men sözümni tugutma. Çünkü bir milletning ichidan sanaqliq odamlar chiqadi ekan bu davo uchun, bu jang uchun, bu jihad, bu harakat, bu mujodala, bu kurash. Nim desak bo'ladi bizning davoimiz uchun? Nim deb atsak bo'ladi. Bunun uchun bir qancha sanaqliq odam chiqadi ekan hamda 100 ning ichidan birisi, 1000 ning ichidan 10 chiqib qoladi ekan. Shunga hozir 2000 Gollandiyadagi 2000 Uyg'urning ichidan 100 chiqdi. Allah şu 100'ge nisip qilibdi bu rahmetni, bu ibadetni. Zalimga qarshi haqni so'zlash bir ibadet. Zalimning oldida sen zalim vatanimdan chiqib ket deyishning o'zi bir ibadet. Yani bu to'g'risida boshqa olimlar o'zining tushunchalarini o'tirib qo'yapti. Yani bu davoga keleyli Allah subhanahu va taolo bu davoga kelgan bütün qarindoshlarimiz razı olsun. Allah sizdan razı olsun. Boshqa so'zinglar bo'lmasa programmani ayaqlaştırıyor. Yana keyinde hamda. Bishini debitab ketdik, keyinde anlayotganligi yana bir eskartish. 10 ayning 12 ayning 10 kuni namoyish qilamiz, iltimos sunduq. Ammo 100 iniq emas. Uni yana bizni qarab turishini so'raymiz. Tavuk bir iş çıkmaz. Bir kadın kepçi. Bo'ladi, Allah razı olsun. Yani bu namoyishni ilish uchun bu soqchidan yoki shu yerdagi xalq hukumatidan izn, ruxsat ilish kerak. Ruxsat bermasa buni qilib olmaydi. Ruxsat berganda qilib bo'ladi inshaalloh. Shuni 12 ayning 10iga buni to'g'ri ko'rdik. Ruxsat berib qolsa shu kuni. To'g'ri. Soati 12dan 2gacha. Soat 12dan 2gacha oralig'da inshaalloh namoyish qilamiz. Alloh hammaga rozi bo'lsin. Yana bir qatimliq programmamizni ko'rishaylik. Shu munosabat bilan ayt kechda Alloh xolisa
İstanbul vakti saat 8'de Dünya Alem Katnaşı idaresindeki optik injineri Doktor Alim Erkin Sık Efendi bilen Naq Meydan programımız buludu. Cuma günü akşamı inşallah Dünya Uyghur Kurultayı'nınki münasibet muhacirlığa ige kişi Kanada'daki Mehmet Tohti efendim bilen şu bu qitim Tayland'dan kaçkan Uyghur ballarınınki takdiri veya ki onun münasibetlik dünyadaki muhacir yaşlarınınki takdiri doğrusunda İnşallah Allah nasip kılsa bizim programımız buludu. Her zaman programlarımızda sizlerini karşılamız. İlişat kardeşimizden mi Allah razı olsun. Yani bir kıtımlık programımızda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.